Aka qanaqa holatda keldingiz? Og'ir holatda. Ma'muddan pastga qarab uvish bor lekin. Birinchi kundan necha foiz yaxshi bo'ldingiz, xudo xolisi? 70-60% yaxshi bo'ldim. Haqiqat egiladi, bukiladi, sinmaydi. Kuchli og'riqlar bilan kelgan ukamiz, u yog'ini o'zingizlar ko'rasizlar. Kelganimda yurolmasdan zo'rg'atdan kelganman. Kelganimda shu yergacha uzoqroqda o'tiraman. Bu yerga qaraganda kelganimcha uydagilar mashinada olib kelib tashagan. Unda ham yotib kelganman mashinada. Keldim. O'sha kunni o'zida davolashdi, to'g'irlab, nima qilib, umurtqang qiyshiq ekan deb o'shalarni to'g'irlab, o'sha kunni o'zida o'zim bemalol avtobus, metro qilib ketganman. Mana Xudoga shukr, bugun 5-kun. 5 kunning ichida ancha o'zimga keldim. Bemalol yuryapman, turyapman, o'tiryapman. Bundan oldin yurolmasdim unchalik ko'p, o'tirolmasdim yaxshi. Hozir mana Xudoga shukr yaxshi, ancha yaxshi bo'lib qoldim. Mustaqilman. Tanangizda kuchli og'riqlar bormi? Unda to'g'ri muolajani tanlang. Skelet jamoasi sizni kutib qoladi.